Ushbu kitob qanday kitob bilasizmi? 26-yilda patent imtihonida beriladigan yangilangan savollar to'plami kitobi. Keling, ushbu qo'llanmadan yangilangan bitta savolni ko'rib chiqamiz. Летом мы поедем в Москву. Это будет va 3 ta variant. В конце марта, в конце августа, в конце ноября. Ushbu savolga siz qaysi variantni belgilagan bo'lar edingiz? Albatta muhokamada yozib qoldiring. Agar javobni belgilash sizga qiyin bo'layotgan bo'lsa, летом so'zini o'zbek tiliga tarjima qiling. Agar siz ham patent imtihoniga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, albatta mening ushbu yangilangan patent imtihon javoblari qo'llanmamni xarid qiling. Bu qo'llanmada barcha 2026-yilda yangilangan 16 ta variantdagi 352 ta savol ruscha, o'zbekcha qilib javoblari bilan berilgan. Qo'llanmani qo'lga kiritgach, birinchi sahifasini oching, QR kodni skaner qiling va ushbu savollar qayta-qayta ishlanadigan yopiq kanalga ham bepul qo'shiling. Qo'llanmani O'zbekistonda bo'lsangiz, Uzum marketdan patent imtihon javoblari deb qidiring. Rossiyada bo'lsangiz, ushbu raqamga Maxdan patent so'zini yozib qoldiring. Biz sizga pochta orqali yetkazib beramiz.